Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Sizlar hayotimizdagi eng muhim kasb egalaridan biridirsizlar. Farzandlarimizning ta'lim tarbiyasi va kelajagi sizlarning sa'y-harakatlaringiz hamda g'amxo'rligingizga bevosita bog'liq. Bugungi murojaatimiz ham aynan shu masalaga bag'ishlangan. Afsuski, hozirgi kunda narkotik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar yoshlar orasida keng tarqalmoqda. Bugun farzandlarimizni bu xavfdan himoya qilish ota-onalar bilan bir qatorda ustozlarimizning ham asosiy vazifalaridan biriga aylandi. Ta'lim muassasalari nafaqat bilim dargohi, balki tarbiya maskani ham. Sizlardan iltimosimiz, dars jarayonida farzandlarimizga fan bilan birgalikda hayotiy saboqlarni ham bering. Ular orasida tushkunlikka tushgan, ruhiy qiyinchilikka duch kelgan yoki yolg'izlikni his qilayotgan yoshlar bo'lishi mumkin. Ularga e'tiborli bo'ling, suhbatlashing. Yoshlarni muammosi bilan yolg'iz qoldirmang. Shuni esda tutingki, bugungi yoshlarimiz bizning kelajagimizdir. Ularning sog'lom va ilmli bo'lib ulg'ayishi barchamiz uchun muhim. Sizlarni bu borada yanada faol bo'lishga, farzandlarimiz bilan samimiy muloqot qilishga, ularni har qanday illatlardan asrab-avaylashga chaqirib qolamiz. Sizning mehnatingiz bebaho. Farzandlarimizning baxtli kelajagini birgalikda himoya qilaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.